Meni shartim Pachinkidagi istaganingizni va ana shu yerdan chiqmasdan topbirini oling, omad. Bizda obunachimiz mana shart yozib qoldiribdi va men buni bajarishga harakat qilaman. Mana men o'yinni boshlab oldim va Pachinkiga tushish uchun hozir harakat qilaman kartada. Lekin agarda men topbir olishim qiyin, chunki bitta joyda turib kelib zona kelishi mumkin. Agarda zona kelib qolsa, men uni yana shartni qaytadan bajarmayman. Lekin qaytadan bajarmayman-da, shunchaki siz zo'r shart berdingiz, men bajara olmadim deb aytaman, bo'ldi. Mana hozir Pachinkiga tushib olamiz va keyin bitta uy tanlab, o'sha yerdan odam topishga, agar odam bo'lsa shu tarafda odam urib qilishga harakat qilaman. Iloji boricha bexatar joyga tushishga harakat qilyapman va men tushib oldim. Xizmatlar, hamma narsa yaxshi bor ekan. Hamma joyda shunchalik odamlar bir-birini otishma qilyapti. Men shunday tushib otgim kelib ketdi. Lekin hech qanday ko'rinmas. Ular aniq yaqacha bora olmasdim. Endi zerikkandan otaman yerda shayga qotdim. Boshqa ishim bor edi, boshqa ishlarimni qilib turdim. Chunki ko'rib turibsizlar. Keyin edi ana o'tgan ekan, mana yana yotibman haligacha. Mana даже uy kelib bezalib ham ketdi. Rang berilib ketdi. O'shanda mana zona kelib qoldi. Men vaqt boshqa ish bilan band edim. Keyin opam aytdi, "Mana joning kamayib ketyapti-ku" dedi. Keyin bordim, qarasam zona bosib ketdi dedimda. Tez borib, bu shart bajara olmadim men deb. Shart tez bajara olmadim, uzr. Endi boshqa shart yozib qoldirdim.